Nursen hech qayerda yo'q. Bu aniq Kamol Soydirening ishi. Ya'ni Sen xotining bilan ovora bo'larkansan, Kamol Soydire sendan avval ukangni topadi. Allaqachon topgandir ham. Balki tahdid qilayotgan kimsaning odamidir Kamol. Shuning uchun ham seni shunchalik yugurtirayotgandir. Balki tahdid qilayotgan kimsa uning o'zidir. Tasavvuringizni chek yo'q dedi. Nima bo'lganda ham bu ish tugamas ekan, Kamol Soydiredan uzoqroq turasan. U bilan o'sha shaxtaga tushmaysan. U bilan ishlashga meni siz majbur qildingiz. Endi o'sha shaxtaga tushishga majbur emasmanmi? Men u odam bilan ishla dedim. Sen esa unga yopishib o'zingcha o'ylar qilishga tushding. Butun balolarning sababchisi sensan. Kamolni bilmadim, ammo bir odamning menga yillar davomida tahdid qilishiga sababchi sizsiz. Ukam borligini yashirganingiz uchun shunday bo'ldim. Ilonni boshi kichikligida yanchib tashlashimiz mumkin edi. Lekin siz oyimni o'ldirmoqchi bo'lganingizni yuzaga chiqmasin deya menga dushmanni ro'para qildingiz. Buning uchun rahmat sizga. Men seni eng katta dushmandan xalos qilmoqchi bo'layapman. Lekin endi buning uchun juda kech. Kiring. Amir bey, Asu xonim tashrif buyurdi. Yaxshi insonlar gap ustidan chiqadi deyishadi. Kirsin. Oilaviy mojaro ustidan chiqib qolgandek bo'ldim to'g'risi. Noqulay vaziyatga ro'para bo'ldimmi? Ha. Oilaviy muammoni hal qilishga harakat qilyapmiz, ota-o'g'il bo'lib. Bu muhim emas, Asu xonim, marhamat. Agar qarshi bo'lmasangiz G'olib bey, Amirni olib ketgani kelgandim. U bilan muhim masalada gaplashib olishim kerak. Bemalol. Xayrli kun Asli. Xayrli kun Kamol bey. Ichkarida mehmon bor. Biroz vaqtingiz bormi? Tashakkur bildirgani keldingizmi? Shifosini bersin deyishga keldim. Nihonni yo'qotib qo'yishingga oz qolganmish. Lekin yo'qotmadim. Ya'ni buning uchun Kamolga rahmat desang ham bo'ladi. Lekin sen buni qadriga yetmayapsan. Bu falokatlardan ular bir-birlariga yanada bog'lanib borishyapti, ko'rmayapsanmi? Ko'ryapman. Va har safar natija baribir men istagandek bo'lib chiqyapti. Sen ham buni ko'rsang edi. Farqi yo'q menga. Kun kelib, sen ham bunga bas kela olmay qolasan, Amir. Shunchalik aminmisan? Chunki ikkovi ham qaysar. Menga shubhang bormi? Yo'q. O'rtalaridagi sevgiga jiddiy qarayapman. Seni bo'lsa parvoying falak. Biz nima qilsak ham ular bir-biridan ayrilmayapti. Bir chorasini qilarman, xavotir olma. Lekin negadir xavotirdaman. Nega menga bunchalik yordam qilyapsan, Asu Olajaxon? Kamolni qozonish uchunmi? Yoki menga qarshi chiqish uchunmi? Senga murojaat qilgan har bir masalamda Kamoldan boshqa sabab bo'lishi mumkin emas. Payti kelsa Kamolni yo'qotmaslik uchun, payti kelsa Kamolga zarar yetmasligi uchun. Xullas hammasi Kamol uchun. Qanday sevgi, qanday sevgi. İnson ishongisi kelmaydi. Ya'ni bo'lib o'tgan voqealardan so'ng G'olib beyning e'tibori sizga qaratilgan. O'rningizda bo'lsam bosgan har bir qadamimdan ogoh bo'lardim. Shuni aytish uchun to'g'ri bu yerga kelgan ekansan. Demak, meni hurmat qilasan. Bu bilan biror muammo sodir bo'ladi demoqchi emasman. Shunchaki ogohlantirishni istadim. Qanday muammolar ekan? Siz istamagan muammolar. Senga o'xshagan muammolarmi
Yo boshlig'ingga o'xshaganmi? G'olib ko'zchi o'g'lining kuchi shu muammolarga yetdimi? Sizga ham bizga ham muammo kerak emas, Kamolbek. Bu ortiqcha bo'ladi. Siz faqatgina e'tiborli bo'ling, Kamolbek. Ortingizdan iz qoldirgan bo'lsangiz, unda yuvib tashlang. Siz jiddiy qabul qilmayotgan kalavani biruvchi ertaga oyog'imiz ostida o'ralashib qolmasin. Bundan buyon bosayotgan qadamingiz bilan diqqatni tortmaganingiz ma'qul. Masalan, uyimga ruxsatimsiz kirmang. Nima istasangiz o'zimdan so'rang. Kelishdikmi? To'fan. Oilang hayotmi? Aynur, bu chiqindilarni xonalardan to'plading? Ha, tashlab yubormoqchi edim. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Yaxshisi borib boshqa ishlarga qaray qol. Ber. Yaxshi. Voy, voy. Gapir Afsona. Uyda xonim, bir nima topib oldim, lekin uni sizga nafi tegarmikin? Nima ekan? Bo'pti, chiqindilarni tashla, qo'lingdagini esa yashirib qo'y. Qaynona bilan kelinni tuprog'i bir joydan olinadi deyshadi. Buni aslo unutma. U qiz hammani ahmoq qilishi mumkin, lekin menga kelganda adashadi. Ya'ni oilasini yo'qotgan bir odamga bu darajadagi savollar berishni noo'rin deb bilaman, Kamolbek. Endi ruxsatingiz bilan ketsam. Lekin qachon yo'qotganingni aytmayapsan. Chunki oilam haqida deyarli hech nima bilmayman. Buning ustiga qachon vafot etishganini ham bilmayman, Kamolbek. Vafot etishganini qayerdan bilasan? Kim aytgan? G'olibbek aytgan. U qayerdan bilarkan? Bilmayman. Shunchaki bir paytlar qiziqqanimdan so'raganimda javob bergan. Shu xolos. Natija? Natija 0. Aytganimdek, mening oilam yo'q. Oilangni topolmaganing ularni o'ldi degani emas. Kamolbek, bu kabi shaxsiy masalani kavlashtirishga o'tdingiz. Bundan siz nima foyda topasiz? Shunisiga tushunmadim. Menga hech qanday foydasi yo'q. Oyingga foydasi bor. Oyimgami? Ha. Oyingga. Bu suratni qayerdan oldingiz, Kamolbek?
Yana uyimga kirdingizmi? Buni uyingdan emas. Poyini uydan oldim. Aytyapman-ku, oyim vafot etgan deb. Yanglishyapsan, To'fon. Oying hayot. Istasang olib boraman. Kamol, Ketishim kerak. ko'z jo'g'limi? Yo'q. Qalaysiz, Asuv xonim? Rahmat, sizchi? Hayratdaman. Shunaqami? Mayli, men endi ishga borsam. Ko'rishamiz, azizim. Nimalar bo'lyapti u yerda? Ehtimol taniqli odam kelgandir-da. Muxbirlar eshik tagida to'planib olishibdi. Yo'q-ey. Nima bo'ldi? Pinhona muhabbat tasdig'ini topgach, nomusdan o'z joniga qasd qilishga urindi. Nima? Berchi bu yoqqa. Hammasi joniga qasd qilmoqchi bo'lgan deb yozyapti. Oyjon, ular tag'in shu xususda kelgan bo'lishmasin? Qizim, nima qilyapsan? Nihon, qizim. Nihon, turish mumkin emas. Qarab ko'raychi. Qizim, aytyapman-ku, senga hali turish mumkin emas. Nihon, qizim, xavotirga tushadigan hech nima yo'q. Nihon, ishonching komilmi? Sizlar toza havoga chiqib kelasizmi? Boringlar. Yur, Zaynab, chiqamiz. Nima bo'lyapti hayotim? Yur. Dada, telefonimni keltira olasizmi? Eshitaman, shakarim. Sizdan bir nima keltirishingizni iltimos qilmoqchiman, juda zarur. Ayt, albatta hoziroq topib kelaman. Unda SMS xabar qilib yozaman. Mayli. Xayrli kun. Siz O'g'lim. Umudim. Ko'zlarimning nuri, o'g'lim. O'g'lim. Umudim. Qaytdingmi? Axiyri qaytding. Jonim o'g'lim meni. Allohga shukrlar bo'lsin.
O'g'lim. O'g'lim. O'g'ilgilam. Oyi. Kel. Qani kir. Kira qol. Nima qilib qo'yding, Kamol do'stim? Antichaman jannatga tushadigan bo'lding. Nima yig'layapsanmi? Yo'q, nega yig'larkanman? Ularni ko'rib sal ko'nglim yumshab ketgandir-da. Ta'sirlanib ketdim shunchaki. Menga qara. Ta'sirchan odam ekansan-ku. Do'stim, o'tira qolsang-chi. Qo'ysang-chi, ko'zingda yosh. Yo'q, yig'lamadim. Senga shunday tuyulgan. Xavotir olma. Men ham shu. Xudoyim. Hech kimga aytmayman. Ha, bo'pti. Ta'sirchan zehir. Bu yaxshiligingizni aslo unutmayman. Tashakkur sizga. Onangga bergan so'zimni ustidan chiqqanimdan xursandman. Oyim qilgan yaxshiliklaringizni aytdilar. Sizdan minnatdorlar. Men ham. Endi onamning xavfsizligi meni zimmamda. Oyingni endi yolg'izlatib qo'ymaysan bilaman. G'olib ko'z jo'g'lidan buning hisobini albatta so'raysan. Avval oyimning ko'ngliga qaray. Demak, qadrdon, bu ish tamom. Endi nimaga navbat? Balki yana biror ish bordir. Bor albatta. Nihonni bu asirlikka mahkum qilgan zanjirdan xalos etaman. Qutquvlarga barham beraman. Nima bo'ldi? Qiziqishdan yorilay deyapsanmi? Nega qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsan, To'fan? Kamol bilan nima ishing bor? Nimalar qilyapsan o'zi? Oyimni hayot ekanligini qachon aytmoqchi edinglar, Asu? Nima? Nima degani u? Oyim o'lmagan ekan degani. Shuncha yillar davomida onam bo'lgan ekan degani. Xuddi sening onang kabi, lekin bitta farqi bilan. Meni kechindanam tirik. Tarbiyasizlashma. Buni o'zing istading, Asu. Oyimni tirikligini mendan yashirgansiz, oyimni. Yo'q, aslo. Men bilmasdim. Men bilan zinhor o'ynashma. O'yin qilmayapman. Chindan ham men bilmagandim. Hozir esa hech nimani tushunmayapman. U tirik deganing nimasi? Qanaqasiga bunchalar amin bo'lishing mumkin? Chunki hozir onam uyining ostonasida turibman. Nima deb o'ylaysan? Kim meni bu yerga olib keldi? Kamol. Kamol. Haqqiga yolg'on o'tmishimni oldimga ko'ndalang tashlagan. Lekin Kamol menga onamni qaytarib berdi. Ishongim kelmayapti. Rost, To'fan. Ammo senga yolg'on gapirmaganman. Amakim ham aldamagan. Nega yolg'on gapiray senga? Oyimni topsam, intiqomim poyoniga yetadi. Sizlarga yaramay qolaman. Shuni o'ylab yashirdinglar. Yo'q, unday emas. Kel, gaplashib olamiz. Balki keyinroqdir. Endi oyimning yonida bo'lishni istayman.
Qadrdon, bu yaxshi fikrmikin bilmadim. Kishi yer ostiga dushmani bilan o'z xohishiga ko'ra tushsa-ya, Menda boshqa imkon qoldirmadi Zikir. qo'yaver, o'zi tushaversin. O'sha yerda bo'g'ilib jahannamga tushganday bo'lmaydimi? Lekin sen borma. Unday qilma. Uning qilmishi javobsiz qolmasligi lozim. Jazolamoqchi bo'lyapsanmi? Kim jazolasin? Nihonmi? Uni deb sal qolsa o'zini o'ldiray dedi. Yaxshiyamki falokat aridi. To'g'ri aytasan, bu borada hech nima deya olmayman. Bilmayman, yangani himoyalayman deb o'zingga biror kor hol bo'lsa-chi. U yog'i Xudoga tavakkal. Sen xotirjam bo'l. Kuchlilar doim g'alaba qozonadi. Amir faqatgina o'zi uchun kuchli bo'lmoqchi edi. Lekin men Nihon uchun kuchliman. Seningcha qaysi birimiz g'olib kelamiz? Amir bilan birgalikda shaxtaga kiraman. Albatta. Lekin avval qiladigan ba'zi ishlarim bor. Dada. Kemal. Kel. Kel o'g'lim. Kel, o'tir. O'zingizni urintirib qo'yapsiz, dada. Siz bilan bunday kelishmagandik. Men o'qishni tamomlab katta bo'lishim, sizga g'amxo'rlik qilishim kerak edi. Kemal. O'g'lim, so'nggi vaqtlarda bo'lib o'tgan narsalarni orzu qilganmidik. Sizlar omon bo'lsangiz yetar. Bizga ortiq hech nima kerak emas. Sizni ixlosingizni so'ndirdim. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Shuning uchun meni bu yerga chaqirdingmi? Menga ham shu savolni bermoqchimiding? Men sizlar orzu qilgan Kamol bo'la olmadim. Lekin bunga yagona sabab bor. Chunki bir qizni sevib qoldim. Yo'q, o'g'lim. Chunki o'zingni o'ylamay qo'yding. Kemal, baxtli bo'lishingdan ortiq yana nimani istashimiz mumkin, o'g'lim? Biror nimaga qarshi bo'lsak, seni baxtiyor qilmasligiga ko'zimiz yetganidan deb bil. U ham bo'lsa ota-ona bo'lganimiz tufayli. Men baxtliman, oyi. Baxtliman. Bundan so'ng nimaiki qilmay, u qanday qadam bo'lmasin. Sizlar bunga javoban Kamol shuni afzal bilibdimi? Demak baxtli denglar. O'g'lim. Vildan ichkarida. Xo'sh, nima qilibdi shunga? Nima bor buning ichida? Nihon so'ragandi. So'raganini topib olib kelyapman. Buni nima qilarkan? Bilmadim. Nihon, qani endi biroz yota qol. O'zingni behuda qiynayapsan. Bilsang edi, buni topish uchun qayerlarga bormadim. Necha marta aytaman, nima kerak bo'lsa mana bizga ayt deb, lekin foydasi yo'q. Joning qiynalayotgani yetmagandek boz ustiga minnat ham eshitib olyapsan. Voy, sen uchun minnat bo'lsa bordir, lekin qo'limdan kelgancha yordam bermoqchiman. Hayronman, bu senga nima uchun shunchalik zarur bo'lib qoldi. Albatta bitta taxminim bor-ku, lekin qara shakarim, mana bu yerga bosasan-da, gapirayotgan mahalingda ham uni ushlab turishing kerak. Tushunarlimi? Ol shakarim. Oyi, derazani ochib yubora olasizmi? Nega? Ochib yuborasizmi? Mayli. Azizam, o'zing tura olasanmi? Mayli, u yog'iga men o'zim. Men bu yerdaman, bu tomonda. Yuqoriga boqing.
yuqoriga qaranglar, Nihon ko'z yo'qliku. Ko'rib turganingizdek biroz jarohatlanganman-u, lekin yaxshiman. Nihon xonim, pinhon muhabbatingiz tasdig'ini topgach, Amir bilan janjallashganingiz uchun shunday bo'ldimi? Men sizlarni tingladim, endi meni tinglanglar. Yozishdan charchamayotganlaringiz mening hayotimga taalluqli. Amir Ko'zjo'g'liq qancha xiyonat qilmasin, sizlar buni biror marta bo'lsa ham yoritmadingiz. Nima uchun? Faqatgina ayol bo'lganim uchunmi? Nima bo'lyapti? Men ayol bo'lganim uchun shaxsiy hayotimni ovoza qilasizmi? Tarqatayotgan xabarlaringiz naqadar to'g'ri ekaniga o'zingiz ham ishonasizmi? Shuni hech o'ylab ko'rdingizmi? Men ayol kishiman. Sizlarning oldingizda esa o'z hayotimni doston qilishga majburmasman. Boshimdan o'tganlarning hammasi faqat o'zimga ayon. Meni hayotim, meni obro'yim, meni nomusim sizlar uchun foyda manbai emas, bilsangiz agar. Men sizning tasavvurlaringiz qurboni emasman. E'tiboringiz uchun meni hayotim faqatgina o'zimga tegishli. Bundan keyin o'z manfaatingiz yo'lida undan foydalanish pastkashning ishi menimcha. Meni tinch qo'yasizlarmi yoki yo'qmi bilmadim-u, lekin bu ta'qib qilishingiz bilan hech nimaga erisha olmaysiz. Tushunarlimi? Sen bilan faxrlanaman. Ko'rishamiz, keyinroq yana kelaman. Sezginbek, Eshitaman. gazetangizda chop etilajak maqola xususida gaplashmoqchiman, chunki bo'layotgan ishlar jonimga tegib boshladi. Tashakkur bildirish shart emas. Bu maqola rafiqam aytgan gaplardan yanada qiziqarliroq bo'lsa deyman. Kamolbek shaxsan men ishongan hamkorim sanaladi. Buning ustiga u rafiqamning talabalik davridan do'sti bo'lib kelgan. Ular qachon va qayerda uchrashganlaridan esa xabarim bo'lib kelgan. Nihon xonim bilan ehtiyotsizlikdan sodir bo'lgan baxtsizlikka esa buning aslo aloqasi yo'q. Nikohimiz hamon avvalgidek mustahkam. Bundan buyon bunchalik tuturuqsiz yangiliklarning tarqalmasligiga tarafdormiz. Agar bundan so'ng ham meni nikohim yoki rafiqam borasida yana shunday bo'lmag'ur xabarlar tarqalgudek bo'lsa, o'shalar bilan sudlashishgacha borishimizga to'g'ri kelishini ham ma'lum qilmoqchiman. Men bilan o'g'irlashmasliklarini maslahat berardim. Afandim, vazirlik tomonidan tazyiq bo'lyapti. Hech nimaga qaramay Kamolbek bilan ish joyiga borib vaziyatni o'rganishingiz talab etilmoqda. Hech nimaga qaramay. Bu qanday hayajon? Bu qanday taranglik? Sen bilan ish jarayonini borib ko'raman. Shuning uchun qo'ng'iroq qilding deb taxmin qilyapman. Jamoamni to'plab yo'lga chiqaman. Ha, shuning uchun qo'ng'iroq qildim. Lekin atrofingga odam to'plab kelish shart emas. Faqat ikkimiz. Yana rejalar, yana o'yin. Bir fe'lini aniqlaylikchi. Senga yolg'iz ikkimiz yuzlashamiz deyapman. Shuning uchun atrofingga odamlaringni to'plashingning hojati yo'q. Texnik hisobotni kim tuzadi unda? Men bu borada az bo'lib ketganman. Yana bir bor ma'lumotnomamga nazar tashlashni istaysanmi? Yoki qo'rqyapsanmi mendan?
Sen ham men haqimdagi ma'lumotlarni yangilab olarmiding? Meni ko'rgan kuningdan boshlab sen ko'rmagan yagona narsa qo'rquv edi. Shunday bo'la qolsin. 3 soatdan so'ng shaxta oldida ko'rishamiz. Aka. Qalaysiz, aka? Yaxshiman. Qani kel. Aka, keling. Shu yer maqol. Aka, o'tirsangizchi. Shu yergacha keldingiz, go'yo bu yog'i sizga qiziqmasdek. Tutmang o'zingizni. Keling, aytadigan gapim bor. Bizga 3 ta choy. Choy ichgani keldikmi? Xuddi hech nima bo'lmagandek. Biz ko'p narsalarni boshdan kechirdik. Lekin aslida oiladan muqaddasroq yana nima bor? Oxir-oqibat unga suyanamiz-ku. Butun hayotimiz davomida faqat unga. Bilmayman. Shuning uchun ham sizlarni bu yerga chaqirdim. Sizlarni ko'rgim keldi. Sizlardan boshqa meni qo'llaydigan hech kimim yo'q. Bir paytlar shunday edi. Shu yerida to'g'ri aytding. Bir paytlar. Har birimiz o'zimiz bilgancha yo'l tutyapmiz. Xatoligini bilsak ham, hattoki dilimizni ranjitsak ham. Lekin baribir qondoshmiz. Agar menga bir gap bo'lsa, Iye. Xudo ko'rsatmasin, aka. ikkingiz bir-biringizdan yiroqlashmasligingizga amin bo'lishni istardim. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Nima bo'lyapti uka? Nima bo'lishidan qat'iy nazar deganing nimasi? Nima biror gap bo'ldimi? Biror choqqa tushdingmi? Bunday deb qopsan, nimalar qilib yuribsan, uka? Zaynab bilan gina qilib yurishingizni istamayman. Bo'lgan ish bo'ldi. U turmush qurdi. Qismati shu ekan. Ortga yo'l yo'q. Sizga kelsak, Meni qo'ya tur. Qo'y, yana Amirbeydan gap ochasan. ha. Meni hozir tushunmaysiz. Lekin kun kelib tushunib olasiz. Shunchaki ehtiyot bo'lishingizni istardim. Uning qilmishlaridan. O'sha to'pponchangizni kissadan chiqarmaslikni o'rganishingiz kerak. Ha, aka. Hammasi siz o'ylagandek emas. Juda ham xavfli odam u. Ya'ni, u ruhan xasta. U hamma narsani reja asosida qiladi. Aynan shuning uchun Zaynab. Kun kelib o'sha uydan ko'chib chiqib, mustaqil bo'lishni istasang, bu senga. Bu uyimning kaliti. Hamma hujjatlarni hal qildim. Endi seniki. Nima bo'lyapti, aka? Hisobingizga biroz mablag' o'tkazdim. Har ehtimolga qarshi, balki o'zingizga uy sotib olishni istab qolarsiz. Menga qara, ey bola, jahlimni chiqarma. Nima qilyapsan? Bu gap qayerdan chiqdi? Tushunmayapman. Bunaqasi ketmaydi. Tushuntiribroq gapirsang-chi. Hech nima qilmayapman. Shunchaki hammasi chin ko'nglimdan. Ertaga nima bo'ladi hech kim bilmaydi. Aynan shuning uchun istardimki, ikkingiz yarashib olsangiz. Iltimos. Aka. Ont ichaman, har kecha tushimga kirasiz. Har kecha siz uchun ko'z yosh to'kaman. Kechiring meni, iltimos. Akajon, o'tinaman.
Kela qol singlim. Sen nega bunaqa ishlarni qilyapsan? Hayotda qanchalar bir-birimizga qarshi chiqmaylik. Dushmanlar emasmiz. Qayerga ketyapsan? Ishlarim bor. Aka, sizni nimadir qiynayotgan bo'lsa bizga ham ayting. Yo'q. Hech xavotir olmanglar. Men ham o'zim afzal bilgan yo'lni tanlaganman. Gunohi yu savobi bilan. Kamol. O'zingni ehtiyot qil. Nima bo'ldi? Akam nega unday qilyapti? Tushunmadim. Vidolashganga o'xshaydi. Lekin men uni yaxshi bilaman. Nima kerak bo'lsa, barchasini qiladi. Ketadi-yu, keyin yana qaytadi. Unga hech nima bo'lmaydi. Aka! Toriq akam vidolashdi deyapti. Nima biz bilan xayrlashyapsizmi? Hali emas. Xayrlashish uchun avval chigal tugunni yetishim lozim. Shuning uchun hali sen bilan yana ko'rishamiz Zaynab. Ham sen bilan, ham o'zim bilan. Tushunmadim. Tushunib olasan. Yüzleşishga tayyormisan, Amir? O'zim ketaman. Pelin! Pelin! Eshitaman, G'olibbek. Amir qayerda? O'zini xonasida ko'rgandim. Yo'q, xonasida. Balki issiqlik stansiyasiga ketgandir. Vazirlikdan qo'ng'iroq qilishgan. Yana hoziroq vazirlik bilan ular, hoziroq. Xo'p.
Amir, iltimos bunday qilma. Amir, iltimos, faqat unday qilma, Amir. Vildan, Amir o'sha yerdami? Yo'q, biror gap bo'ldimi? Ular Kamol bilan hisoblashmoqchi bo'lishayotgandi. Kamol bilan hisoblashmoqchi deganingiz nimasi? Nima bo'lyapti? Bilmayman, Vildan, bilmayman. Xullas, nimadir sodir bo'lishini his qilib turibman. Kamol Amir uchun qandaydir tuzoq qo'ygani aniq. Bo'pti. Mayli. Biror xabar bo'lishi bilan menga xabar qiling, xo'pmi? Men xavotir olaman. Mayli, xo'p. Nima bo'lyapti o'zi, oyi? G'olib qo'ng'iroq qildi. Amir hech qayerda yo'qmish. Aytishicha, ular Kamol bilan hisoblashmoqchi bo'lishganmish. Oyi, menga telefonimni uzatib yubora olasizmi? Iltimos, hech bo'lmasa sen hech nima qilma. Iltimos, telefonimni olib bering. Meni xoli qoldirasizmi, oyi? Iltimos. Shakarim, Laylo, Kamolga qo'ng'iroq qilib tusholmayapman. Ko'nglim negadir g'ash bo'lyapti. Biroz avval G'olib amakim oyimga qo'ng'iroq qildilar. Amir bilan Kamol hisoblashmoqchi bo'layotganmish. Bugun u bilan gaplashdingizmi? biroz avval qo'ng'iroq qilganimda javob bermagandi. Balki ishlari bordir. Sen xavotir olma. Yana qanday hisob bo'lishi mumkin? Bilmayman Laylo. Lekin ichimga chiroq yoqsa yorishmayapti. Kamol biror ishgal boshlab yurmasa kerak. Yo'q, unday qilmaydi. Axir shunday qilishi mumkinmi? Xabar topsam senga qo'ng'iroq qilaman. Juda qo'rqyapman, Laylo. Qayerdasan, Kamol? Qayerdasan? Lekin ilk bor yer qa'riga tushamiz. Odamlaringni hozirla issiqlik stansiyasiga boramiz. Qo'rqyapsan. Men qo'rqoqman. Har holda bir pulga qimmat test natijalariga suyanmaslik kerak. Film Zo'r TV telekanalida dublyaj qilindi. Dublyajda artistlardan Sanjar Sadullayev, Sayfulla Ikromov, Dildora Bekjonova, Sanobar Sodiqova, Alisher Uzoqov ishtirok etishdi. Tarjimon Hasanboy Teshaboyev. Ovoz rejissyori Sardor Ismoilov. Muharrir Nasiba Mahmudova.